Shohjahon Yoriyev bunaqa yakka ijrodan keyin naryoqda do'stlari qo'llab turishibdi yigitimizni. Xo'p, endi Mart o'g'longa yarasha javob qaytaramiz endi. Ikkinchi shart Shohjahon Yoriyev ijro etadi. Ko'ngli torlar bu jarayonni o'tkazib yuborsin dedik. Bu safar tomosha qilsangiz ham bo'ladi, chunki torda juda ham kuychan musiqa chalinadi. Marhamat. Bu tor cholg'usini Faxriddin Umarov degan san'atkor keng tarzda qo'llanishiga Toshkent tarafdan, Komiljon Otaniyozov degan san'atkorimiz Xorazm tarafdan sababchi bo'lishgan. Mana shu cholg'u keng tarzda kirib kelgan O'zbekistonga. Ko'pincha xonandalarimiz foydalanishgan, lekin juda yetuk sozandalarimiz ham bor. Ayni damda ham buni zo'r ijrochilari barmoq bilan sanarli emas. Yurtimizda juda yetarli topiladi. Xonandalar, alohida sozandalar, mana rubob sozandalar ham haligi yayratib chalib berishyapti. Shu mana shunaqa yaxshi jarayonlar borligidan xursand bo'lamiz san'at vakili sifatida. Endi yoshlarimizni borligi bularning orasida bu albatta faxr, bu yutuq. Shohjahon Yoriyev mana torni ham haligi san'atkorlarning tili bilan aytganda gapirtiryapti. Quloq soling.
Ha, juda zo'r, ajoyib ijro bo'ldi. Ikkala ishtirokchimizga ham katta rahmat. To'g'risi, o'ziga xos ruhiyat olganlar bo'ldi. Hay'at a'zolarining-ku gapirmasa ham bo'ladi. Endi bitta narsa, bu hali kuychan deymiz, Ozarbayjon asarlarini. Umuman Ozarbayjon san'ati o'zi kuychanligi bilan ajralib turadi. O'sha mashhur Sarigelindan boshlandi, qoshlari qora go'zalim bilan tugadi. Kayfiyat uchun Shohjahon Yoriyevga katta rahmat. Lekin meni buncha maqtovim hech nima ahamiyat kasb etmaydi hozir, mana bu insonlar borligida. Va Shavkat aka, siz ikkala yo'nalishdan ham yaxshi xabardorsiz. Endi-chi Kamoliddin aka bir narsaga anaqa bir amin bu ikkalasi ham tayyorlangan, hammasi chiroyli qilingan. Endi torni faqat yo Eronlik yo Ozarbayjonniki desak adashamiz. Tor o'zimizda ham bo'lgan. O'shaning uchun bir o'zbekcha milliy narsani hozir hech narsasiz, masalan mana hozir aranjировка bilan chalindi yoki anaqacha faqat milliy, haqiqiy quruq o'zini bir eshitili ikkala ishtirokchilar. Bir chimdimdan, ha? Bir chimdimdan. Ha. Bir chimdim haligi bo'ladi-yu, osh suzib kelib hamma yeb bo'lgandan keyin bir kapkir olib kelgin yana deyiladi. Shu. Bu nimadan dalolat? Bu mana shu ijroni yaxshiligidan dalolat. To'ymay qoldik deydi-yu. Xo'p. Baravar ijro qilishsinmi yo bitta-bittami? Yo Bitta. Abduhoshim bitta o'zbekcha. Ha, ozginagina sozgina. Hayat bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da, endi nima deysiz? Arzigayman seni chin yor desam yoki o'ta shunga o'xshagan asar chalindi. Qadrli teletomoshabinlar, siz esa diqqat qiling, hozir hay'at a'zolarining iltimoslariga binoan alohida bir chimdimdan kuy chalinyapti. Tor cholg'usida o'zbekcha qilib. Siz shunchaki eshitib maza qiling. To'g'risi san'atdan rohatlanish kerak. Sanatjon nima dedingiz? Xo'p, tushunarli. Bir narsani aytib o'tish kerak. O'zi yoshlikda ko'proq shu hali ijro texnikasiga ishlanadi. Ular shunga qiziqadi yoshlik paytida va hozir mana hay'at a'zolarining fikr mulohazalarini endi bemalol tinglasak bo'ladi. Shavkat aka, Endichi menga ikkala ijrochi ham juda ham yoqdi. Mana Abduhoshim aka haqiqatdan ham aytganingizdek, bu 20-asr sozandasida o'sha yoshlikda odam nima eshitsa, o'sha radioda biz eshitganmiz yoshligimizda, masalan, o'sha radiodan boshqadan o'sha narsalar baribir aylanib yuraveradi-da. O'shanga hozir nima deydi? Baribir o'sha zamonni nimalari hidi kelib turibdi. Yoshligimizda hidi. Endi biz Shohjahonga keladigan bo'lsak, Shohjahonimiz yangi avlod vakilida baribir. O'shanga haqiqatan ham texnikalari, anaqalari rivojlangan, hali studiyani yaqinda bitirganda bu ham. O'sha o'qishni bitirgan. Endi xudo xolasa bu ham bora-bora mana shunaqa ozgina salobat deydimi? O'sha salobat tarafga o'tib qoladi xudo xolasa. Endi hozircha menga ikkita ishtirokchi ham ma'qul. Zo'r. Baholar oxirida bo'ladi. Shamsiddin aka, marhamat. Mana hozir
hozir ikkita sozandalarni eshitib men o'zim shu qarorga keldimki, albatta hali yuqorida ta'kidlagandek Shavkatjon 20-asr avlodlaridan bo'lgani uchun yoshlikdan o'zimizni milliy qo'shiq kuylarni eshitgan, radiolardan, televideniyadan eshitib yurganlar ozgina bo'lsa ham o'sha eski burungi, eski kuylardan qolganmiz. Endi Shohjahon hozir haligi yosh o'sha 21-asr farzandi bo'lgani uchun, Yangi O'zbekistonning yangi bolalari. O'zbekiston farzandi bo'lgani uchun kelajakka intilish ko'zi bilan haligi texnik tez haligi chalinadigan, barmoqlarni yurgizuvchi harakatlar qiladigan kuylarni eshitib, o'shanga intilishga harakat qiladi. Hali Shavkatjon aytganlaridek, vaqti keladi, bosiqlikka o'tib, yana o'sha o'zi bosiq kuylarni eshitib, og'ir kuylarga o'tadigan vaqti ham keladi. Albatta. San'atjon Sharipov, ishtirokchilarga gap yo'q. Mana shu narsani birinchi shartda kutdik-da biz Qashqar rubobda. Shunchaki rubobni o'zida. Shunaqa milliy kuylarimizni kutdik. Mana bu yerda nimadir to'lmaganligi uchun ikkinchi shartda shu narsani ozgina to'ldirib qo'ydik mana. shuni Iltimos qilib. Va Murod maqsadga yetildi. Yetildi. To'liq O'zi bo'ldi hozir. Bir narsani eslatib o'tish kerak. Bu cholg'ular shunaqaki, hamma o'zini yuragidan kelib chiqib chaladi. Endi tor nisbatan rubobga qaraganda, nisbatan agar o'sha cholg'u bilan solishtirsa, biroz boshqacharoq va biroz o'sha murakkabligi bor. Bitta cholg'u chalib yurgan odamga. Endi ustasiga farqi yo'q deydi. Mana usta ijrochilar ijro qilishda to'g'risi men ikkala ijrodan mamnun bo'ldim va biz 3-shartga o'tish arafasidamiz. 3-shartga o'tishdan oldin yana bir kichik tanaffus qilib olamiz.